asosiysi. Ho'p, tarmoq tugunlarini adreslash. Tarmoqda kompyuterlarning o'zaro bog'lanishi uchun har bir tugunga o'ziga xos adres berilishi kerak bo'ladi. Bu adresatsiya tizimi tarmoq infratuzilmasining asosiy elementlaridan biri hisoblanadi deyiladi. Ya'ni har bir kompyuter yoki qurilmaning yagona identifikatori hisoblanadi. Faqat bitta aniq tugunga mo'ljallangan ma'lumotlar yetkazib berish uchun ishlatiladi. Bir nechta tugunlarga bir nechta tugunlarga ma'lumot uzatish imkonini beradi. Misol uchun videokonferensiyalar yoki guruhga tegishli ma'lumotlarni jo'natish nazarda tutiladi. Hop, tarmoqdagi barcha qurilmalarga bir vaqtning o'zida ma'lumot uzatish uchun ishlatiladi deb qo'yibdi. Yana bir marta qaytarilgan, ya'ni e, DNSP, DHCP deyiladi bu xizmati IP manzillarini avtomatik taqsimlash uchun foydalanadi. Ya'ni ma'lum bir kanal deymizmi yo bir ma'lum bir yo'nalish uchun ma'lum bir belgilanganlar uchun ma'lumotni jo'natishda ayni o'sha tugunlardan foydalanishimiz yoki ma'lum bir yo'nalishda ishlash uchun o'sha ayni tugunlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar berilgan guruhda faqat bitta qurilmaga yetkaziladi debdi. Yaqindan yoki optimal marshrut bo'yicha ma'lumot jo'natish uchun ishlatiladi. Hop, keyingisida adresatsiya tizimini iyerarxiyasi ko'rsatilgan ekan. Ya'ni aytishimiz mumkinki, bular nimalardan tashkil topgan. Hozir ko'rib o'tamiz. Demak, tarmoq adresatsiyasi tarmoqlarning har bir tugunining unikal bo'lishini ta'minlaydi va axborotni to'g'ri yo'naltirishga yordam beradi. Tarmoqdagi samarali ma'lumot almashinuvi uchun aniq va tizimli adresatsiya zarur. Ya'ni u narsa mana nimalardan iborat. Umumiy tarmoq segmentini aniqlaydi. Guruh identifikatori, demak, umumiy tarmoq segmentini aniqlaydi. Ya'ni K bilan berilgan. Keyinchalik bo'lim identifikatori ichki kichik bo'limni belgilaydi va tugun identifikatori yakuniy qurilmaga, ya'ni bog'lab berish, ya'ni o'shanga uzatish uchun xizmat qiladi. Xuddi bir e, haligi aytishimiz mumkin bo'lgandek misol qiladigan bo'lsak, Perfect universiteti raqamli texnologiyalar kafedrasi va aytaylikki, falonchi pismandonchiyev talaba degan ma'noga o'xshashib ketadi. Ho'p, bu joyda esa keyingisida tarmoq IP manzillarini iyerarxiyasi ko'rsatilgan va 192, 168, 110 sifatida ya'ni o'sha IP adres misoli keltirilgan va bu joyda nima ma'noda ishlatilishi ko'rsatilgan. Ya'ni tarmoq identifikatori katta guruhda, ya'ni K sifatida deyilgan. Aniq tugun mijozi, ya'ni xuddi boyagi biza N deb ishlatganimiz va tarmoq ichida turli bo'limlarga ajratish uchun subnet mask ishlatiladi. Subnet maska ishlatiladi. Xo'p, IP manzillari to'g'risida bir gaplashgandagi esinglarda bormi yo'qmidi? Kim esla oladi? Alochilar o'tamizlar. IP manzillar. Hop, mana qaranglar, IP manzillar nechta adresi bor dedik, necha xil turi bor dedik. Ikki xil turi bor dedik, eslaysizlarmi? Davlat bir qator eslatib yuborsangiz xayoldan ko'tarilib shekilli. Ha, qaranglar, masalan o'sha IP manzillarni va IP adreslarni ikki xil turi bor dedik. Ya'ni IP4 va IP6. Hozirgi vaqtda ya'ni bizda O'zbekistonda asosan IP4 dan foydalanishadi. IP6 yangi texnologiya ham chiqqan-ku, lekin hozirgi kunda u bizgacha yetib kelgani yo'q. Faqat masalan Yevropada deymizmi yoki boshqa davlatlarda bu narsa kuzatiladi. Ya'ni IP4 bilan IP6 nima farqi bor? Mana qaranglar, hozirgi ko'rib turgan IP manzillarimiz mana 192, 168, 110. Ko'rayotgan bo'lsanglar, to'rtta nuqta bor. Ya'ni har bitta anaqasi to'rtta aktetadan iborat bo'lganligi uchun u narsani IP4 deb yuritiladi. Va o'zi umuman O'zbekistonda ham
aytaylikki, aynan o'sha IP Tour bo'yicha ishlanadi. Sababi IP6 ga o'tilmagan, IP6 ga o'tish uchun esa kompyuterlarni, o'sha bizda tarmoqqa bog'langan kompyuterlarni soni ko'p bo'lishi kerak. O'sha qurilmalarni deylik, kompyuterlarni qurilmalarni soni ko'p bo'lishi kerak. O'shani hisobiga, ya'ni hozircha bizada IP Tour manzili yetarli bo'lganligi uchun shuni o'zidan foydalanadi. Keyinchalik agar qurilmalarni, o'sha kompyuterlarni soni ko'payadigan bo'lsa, unda nima deymiz, IP6 dan foydalanish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisi DNS tizimida adresatsiya deb qo'yibdi va misol tariqasida ko'rsatilgan mana shu www.university.edu. Xo'p, bu joyda nimani ko'rishimiz mumkin? Birinchi, mana yuqori darajadagi domen deyilgan. Yuqori darajadagi domenni bizada o'sha edu bilan ko'rsatib o'tilyapti. Xo'p, edu domeni qaysi bir yo'nalishdagi saytlarga berilardi? Kim eslolmaydi? Edu asosan xizmat ko'rsatish hali davlat nimalariga bo'lsa kerak adashmasam. Misol uchun diplom nimasi ham bor edi edu. Ozgina Usmonalar, ozgina o'zgartirish kiritamiz. Ozgina to'g'rilab ketaman. Eh, Edu u educational so'zidan olingan, ya'ni ta'lim tashkilotlariga beradigan domen hisoblanadi. Masalan, com bor, kommersial deyiladi, edunetdik. Ho'p, yana mail bor, military, ya'ni mudofaa vazirligiga tegishli bo'lganligi ayni mana shundan beriladi. Bu Halo, bitta nimada ham ko'rdim. Nimada ham ko'rdim. Diplom ma'lumotlar o'qigan haqidagi ma'lumotlar sayti bor edi. Oxirida shu edu deb yozilyapti. Shu ta'lim to'g'risida hisoblanadimi endi ma'lumotlar? mana masalan o'sha e, domenida edu bo'ladigan bo'lsa, ta'lim tashkilotiga tegishli bo'lgan saytlar bo'ladi. Va yana bir, Hmm. bu bizada yuqori darajadagi domen bo'ldi, hamda ikkinchi domenimi bor. Ikkinchi domen bor, ya'ni bizani holatimizda mana university deb qo'yilgan. Ya'ni bu university o'zida ko'pincha undan oldin bizga asosiy domen deb yuritilardi. Ya'ni Universitetmi? university masalan edu domen bo'lsa, university asosiy domen bo'lib yuritilardi oldin. Ya'ni universitetni mana hozir anaqada ham ko'rsatilgan, university edu universitet domen nomi. Ya'ni belgilanishi xuddi boyidagi belgilanishi agar ko'radigan bo'lsak, chap tarafda ko'rsatilgan. Ya'ni eng katta guruh K bilan berilgan edu va university edu L bilan berilgan. Bu bizada e, ichki kichik bo'limni belgilaydi degan holatda misol tariqasida ko'rsatilgan. Ana endi qaranglar, IP manzil bor, DNS tizimida gaplashdik. Endi lokal tarmoqdagi MAC adreslar to'g'risida gaplashishimiz kerak bo'ladi. MAC adres o'zi nimaligini eshitganmisizlar? MAC adres bu kecha kuni gaplashganimizda tashkilotlarning o'zi lokal holatdagi emasmi adreslar? Ulanish bir qancha kompyuterlar bilan ulanish. Uni Kadrisi ichki yaqinroq o'zini keldizmi? tarmog'i. Sal yaqinroq keldingiz Usmon Ali, lekin unaqa emasda. Sherali aka nimadir dedingizmi? Eshitmay qoldim. Kadr o'zini ichki tarmog'ida o'sha IP'si bilan ishlaydi. Hamma ularni bitolmaydi. Cheklangan tarmog'. Ishlaydi. Xo'sh, yana kimda qanaqa fikr bor? Chunki bu yerda lokal tarmoq deyapti. Lokal tarmoq degandan keyin asosan Sherali aka ko'rsatib aytib o'tgandek ichki tartibdagi tarmoq hisoblanadi. Ya'ni tashqi tomondan u IP adres bilan teng qo'shila olmaydi, belgilangan bo'ladi. Ya'ni men kompyuterimda DNS yoki IP adresim raqam orqali belgilab qo'yadi, kirishga ruxsat berasiz shu tarmoqqa, lokal Shunday, tarmoq. chegaralangan. Chegaralab qo'yiladi. Chunki nimaga ko'chadagi yoki tashqaridan kelgan mijoz yoki bironta odam kirib to'g'ridan to'g'ri ma'lumotga ega bo'lolmaydi. Faqat maxsus odamlar o'sha bo'yicha shug'ullanadigan xodimlar kirishi mumkin bo'ladigan tarmoq deb o'ylayman.
Mayli, o'zi bir e, bu atamani eshitgansizlar MAC adres degan narsani. Nimani? MAC adres degan atamani eshitganmisizlar o'zi? Ha, eshitganmiz. Eshitgansan, Ayniqsa Wi-Fi routerlarda ko'proq bor. Qaranglar, mana oddiy qilib aytganda e, IP manzil bu kompyuterni tarmoqdagi joylashgan manzili deydigan bo'lsak, e, MAC adres bu e, bizani o'sha lokal tarmoqda bog'langan, ulangan kompyuterni tarmoq kartasi bo'ladi-ku. Ana o'sha tarmoq kartasini bir haligi shtamp bilan urilgan nomeri deymizmi? Shunga o'xshash narsasi hisoblanadi. Hmm. Misol uchun mana tarmoq o'sha kompyuterga tarmoq kartasini qo'yasizlar. Tarmoq kartasi qo'yilgandan keyin o'sha anaqaga ulanadi, tizimga ulanadi va o'shanda kerakli vaqtda o'sha MAC adresni ham o'qiydi. Va xuddi mana misol tariqasida ko'rsatilgandek, ularni ham o'ziga yarasha nomlanishi bor. Nomlanishi bor va mana har bitta sonli aytaylikki o'ziga yarasha ma'noga ega. Qaranglar, MAC adres o'zgaruvchan bo'ladi. Kechirasizlar, IP manzil o'zgaruvchan bo'ladi, lekin MAC manzil bular o'zgarmas bo'ladi. Chunki o'sha aytganimdek, e, o'shanaqada e, xuddi bir shtriq kodga o'xshab urib chiqarilgan bo'ladi u narsa zavoddan. Xo'p, keyingisi kanallar va paketlar kommutatsiyasi. Kommutatsiya, xo'p, kirish qismida tarmoqdagi ma'lumotlarni uzatishda har bir tugunni har qanday boshqa tugun bilan bog'lash doim ham imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri yo'naltirish uchun kommutatsiya usullaridan qo'llaniladi. Kommutatsiyaning asosiy tushunchalari nimadan iborat ekan? Birinchisi, kommutatsiya bu ma'lumotlarning oqimini tarmoq bo'ylab yo'naltirish jarayoni. Ikkinchisi, kommutator ma'lumotlarni tegishli yo'nalish bo'yicha uzatiladigan qurilma hamda tarmoq topologiyasi. Tugunlar qanday bog'langanligi va ma'lumot qanday uzatilishini belgilaydi. Shundan shu bitta перезагрузка qilib ko'ring yoki Zoomni o'zini qaytadan bir o'chirib ko'rsangiz bo'ladi. Zoom o'zini qaytadan o'chirib ulab ko'ringchi, uстановка qilib ko'ring. Yangilanishlar kelib qolgan bo'lishi mumkin. Xususan, yangilanish kelib qolgan bo'lsa, yangilanish qilmasangiz ochmaydi. Qaysidir nimasiga ta'sir qilib qolishi mumkin. Xo'p, qaranglar, mana bu joyda keyingi slaydimizda ko'rsatilgan kommutatsiya va mashrutlash. Ya'ni ana endi o'sha ma'lumotlarni qanaqa tarzda aylanishini ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, tarmoqdagi kompyuterlar jismonan bog'langan bo'lsa ham ma'lumotlarni qanday qilib to'g'ri uzatish muammosi hal qilinishi kerak. Ayniqsa to'liq bog'lanmagan tarmoqlarda неполный связанный topologiya deyiladi ruschasiga. Ya'ni ma'lumotlarni tranzit tugunlar orqali uzatish talab etiladi. Xo'p, bu holatda kommutatsiya bu tranzit tugunlar orqali ma'lumotlarni kerakli manzilga yetkazish jarayoni hisoblanadi. Mashrut bu ma'lumot uzatiladigan yo'l bo'lib, tranzit tugunlarini o'z ichiga oladi. Ya'ni mashrutlashga misoli quyidagi tarmoqdagi ikkinchi uzel va to'rtinchi uzel o'zaro bevosita bog'lanmagan. Ma'lumotlarni uzatish uchun tranzit tugunlar orqali bog'lanadi. Mana o'sha chap tomonda mana ko'rsatilgan, ya'ni 2 dan chiqib 1 ga, 5 ga, 4 ga, bu yerda 1 va 5 tranzit tugunlar hisoblanadi deyiladi. Har bir tranzit tugun ma'lumotlarni o'z interfeysi orqali qabul qilib, keyingi yo'nalishga uzatiladi. Ya'ni tugun deyilganda bitta oddiy misol ko'rishimiz mumkin yoki o'sha kompyuterni yoki boshqa qurilmani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ma'lumot paketlangandan keyin u uzatiladi. Uzatilganda esinglarda bo'lsa aytgandikki, IP o'sha TCP/IP protokoli asosida o'ziga kerakli bo'lgan IP manzilni qidirib boradi. IP manzilni qidirib borib, o'sha bo'yicha o'sha IP manzil bo'yicha keyinchalik manzilga yetib borib, u o'sha joyda ishlashi kerak bo'ladi.
Xo'p, marshrutlash yana davomida ma'lumot ko'rsatilgan. Marshrutlash bu tarmoq orqali ma'lumotlarni optimal yo'nalish bo'ylab uzatish jarayoni. U ikkita asosiy vazifani o'z ichiga oladi. Birinchisi marshrutni aniqlash, tranzit tugunlar orqali eng yaxshi yo'lni tanlash hamda tarmoqni xabardor qilish, tanlangan marshrut haqida barcha tugunlarni ogohlantirish. Xo'p, bu marshrutni tanlash qaysi mezonlar asosida amalga oshirilar ekan deganda, ya'ni birinchisi o'tkazish qobiliyati kanalni maksimal yuk ko'tarish imkoniyatiga bog'liq bo'ladi. O'tkazish qobiliyati deganda nima dedik misolida? Tezligida. Ya'ni 1 sekund vaqt davomida o'sha joydan qancha ma'lumot o'qib o'tishni etadi dedik o'tkazish qobiliyati. Ha, 1 megabit, 1 bit sekund. Hop, keyingisida tarmoq yuklanishi, mavjud marshrutlarning tirbandligi, kechikish va yo'qotishlar, tranzit tugunlar orqali ma'lumotlarni yetib borish tezligi. Ya'ni o'z vaqtida yo'qotishlarsiz, ya'ni kolliziya bo'lmagan holatda, kecha gaplashuvdagi kolliziya deb, ya'ni kolliziya bo'lmagan holatda yetib borish kerak bo'ladi. Va xavfsizlik tarmoqdagi himoya va ishonchlilik darajasi, ya'ni o'sha ma'lumotlarimizga yetib borish kerak bo'ladi. Keyinchalik esa qaysi marshrutlash usullaridan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni u ham o'ziga yarasha bir ikki turga bo'lingan ekan. Demak, statik marshrutlash, ya'ni marshrutlar qo'lda belgilanib qo'yiladi va kichik tarmoqlar uchun mos keladi. Va dinamik marshrutlash bor ekan, tarmoq holatiga qarab avtomatik ravishda moslashadi. Va yirik va murakkab tarmoqlarda bu turdagi marshrutlash ishlatilar ekan. Xo'p, keyingisida chatda bir qarab qo'ydim. Manimcha yaqin kunlarda yaqin vaqtda ishlab qolsa kerak, xudo xohlasa. Xo'p, marshutlashga misol keltirilgan ekan, xuddi boyagi marshrut misolida. Ya'ni A'dan 1ga, 1dan 2ga, 2dan 3ga va S'ga yoki boshqa yo'nalishda amalga oshirish mumkin bo'ladi. Ya'ni A'dan 1ga, keyinchalik 3ga va to'g'ridan to'g'ri S'ga o'tib borish mumkin bo'ladi. Agar 1dan 3gacha bo'lgan kanallar faqat 10 megabit sekundiga bo'lsa, 1, 2, 3 yo'l tanlanadi, chunki u tezroq ishlaydi. Albatta, u tabiiy holat. Ya'ni hamma ham o'sha ma'lumotni tezroq yetib borishini yoki yetib kelishini o'ylab o'shani asosini tanlashi mumkin bo'ladi. Xo'p, ma'lumotlarni uzatish jarayoni. Tarmoqda ma'lumotlar bitta kompyuterdan boshqasiga to'g'ridan to'g'ri o'tmaydi. Bu narsani efirda bo'lsa gaplashgan edik. Agar ular bevosita bog'lanmagan bo'lsa, ma'lumot tranzit tugunlar orqali yetkaziladi. Bu jarayon quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi debdi. Demak, birinchisi, jo'natuvchi kompyuter ma'lumotni o'zining tegishli chiqish interfeysi orqali tarmoqqa yuboradi. Tranzit tugunlar kelayotgan ma'lumotlarni qabul qilib, uni kerakli yo'nalishga uzatadi. Qabul qiluvchi kompyuter ma'lumotni oladi va uni qayta ishlaydi. Xo'p, nimagadir yana kommutatsiya to'g'risida ma'lumot ko'rsatilgan ekan, ya'ni kommutatsiya nima deyilgan savolga javob. Tarmoqdagi ma'lumotlarni tranzit tugunlar orqali kerakli joyga yetkazish jarayoni kommutatsiya deb ataladi. Kommutator o'zi qanday ishlaydi? Kommutator bu tarmoqdagi qurilmalarning ma'lumot almashish jarayonini boshqaradigan maxsus qurilma. Xo'p, kommutatorning asosiy vazifasi ma'lumotlarni to'g'ri yo'nalishga uzatish. Kommutator har bir kelgan ma'lumotni qabul qiladi, uni yo'naltirish jadval asosida kerakli interfeysga uzatiladi. Ya'ni portga. Ana endi port o'zini bir ta'rifini ko'radigan bo'lsak, bu kommutatorning ma'lumotlarni qabul qilish va uzatish nuqtasi hisoblanadi. U ikki qismdan iborat ekan. Ya'ni kirish interfeysi hamda chiqish interfeysi. Ya'ni kirish interfeysi ma'lumotlarni qabul qiladi, chiqish interfeysi, ya'ni o'z nomini aytgandek, ma'lumotlarni uzatadi. Agar interfeyslar bir vaqtning o'zida ishlasa, bu dupleks rejim deb ataladi. Dupleks rejimi tarmoqqa ma'lumotlarni tezroq va samarali uzatishga imkon beradi. Xo'p, bu joyda endi asosiy maqsad menimcha tarmoq kartasi to'g'risida gap ketyapti.
Lekin hayron bo'layotganim, balki port bittadir. Hozir bizada port bitta ishlatiladi va bitta shu port orqali balki shu vazifalar amalga oshirib boriladi. Hop, keyingisi. Kommutatorning ishlash tamoyili. Kommutator ma'lumotlarni uzatishdan oldin ularning marshrutini aniqlaydi. Buning uchun u kommutatsiya jadvali bilan solishtirilib, kerakli yo'nalish belgilaydi. Hop, kommutatorlarning turlari bor ekan. Demak, bu joyda ko'rsatib qo'yibdiki, ikki xil turi bor. Demak, ular maxsus qurilma sifatida faqat kommutatsiya bilan shug'ullanadi va dasturiy kommutator oddiy kompyuter kommutatsiya funksiyasini bajaradi. Ya'ni kompyuter yordamida aytaylikki, e, taqsimlab bo'lib berish mumkin bo'ladi. Xo'p, kommutatsion tarmoq. Ba'zi tugunlar faqat ma'lumotlarni yo'naltirish uchun ishlaydi va kommutatsion tarmoq hosil qiladi. Misol uchun, mana pastda ko'rsatilgan rasmda 1, 5, 6, 8 kommutatsion tarmoqni tashkil qiladi. Ularga 2, 3, 4, 7, 9, 10 tugunlar ulanadi. Rasmni ko'ryapsizlar. 1, 5, 6, 8. Hop, mana ko'raylik. 1, 5, 6, 8. Bular mana asosiy, ya'ni markazda turgan tugunlardan bo'lib turibdi. 2, qani 2, bitta mana bu ham yuqorida turib, tashqarida turibdi. 3, 4, hop, 7, 9, 10. Va hatto endi bu joyda menimcha 11 ham qolib ketibdi. 11 ham bu, ya'ni qo'shimcha o'sha boyagi asosiy tugunlarga ulangan tugun hisoblanadi. Ya'ni yo kompyuter yoki qurilma. Xo'p, kommutatsiya turli tarmoqlarda qanday qo'llaniladi? Ya'ni birinchisi IP tarmoqlarda. Bu jarayon mashrutlash, ya'ni routing deb ataladi. Bu yerda mashrutator, ya'ni router ma'lumotlarni kerakli IP manzilga yetkazadi. Mashrutlash jadvali kommutatsiya jadvali kabi ishlaydi, lekin faqat IP paketlar uchun. Ya'ni IP paketlar bilan ishlaydi. Ethernet tarmoqlarida kommutatsiyani atamasi Ethernet tarmoqlarida kommutatsiya atamasi ishlatiladi va bu joyda, ya'ni kommutatorlar o'sha switch lokal tarmoq ichidagi ma'lumotlarni yo'naltiradi. Ethernet kommutatori MAC manzillar asosida ishlaydi. Telefon tarmoqlarida esa u quyidagicha, ya'ni kommutatsiya telefon liniyalarini bog'lash uchun ishlatiladi. Telefon kommutatori ATS avtomatlashtirilgan telefon stansiyalari aloqa kanallarini bog'laydi. Telefon tarmoqlarida kommutatsiya raqamlarini terish orqali amalga oshiradi. Buni bu haqda bilamiz, eshitganmiz. Demak, mana qaranglar, yuqorida router yoki masalan mana switch kabi atamalarni eshitgandagi hech bilarmidinglar nima vazifani bajarganligini, nima vazifani bajarishini, qanaqa holda ishlashini? Router asosan internet tarmog'i, Wi-Fi asosan internetga ishlatiladi-da. Switch kompyuterlar bir-biriga ulashda va internetda to'g'ridan-to'g'ri kabelli holatda ulashga ishlatilardi. Xo'p, ana endi masalan telefon tarmoqlari u tarixiy ma'lumot, bular to'g'risida menimcha bir gaplashib o'tirishimizning hojati yo'q. Xo'p, keyingi tilim kalimaga kelishmay qolyapti. Multiplexlash va demultiplexlash. Multiplexlash deganda nimani nazarda tutgan edik? Nima o'tgan edik? Kim eslay oladi? Jamlashda. Ya'ni bu tarmoqda ma'lumotlar bir necha manbalardan kelib bitta umumiy kanal orqali uzatilishi, keyin esa tegishli qabul qiluvchilarga ajratish kerak bo'ladi. Bu jarayon multiplikatsiya, tilim ham kalimaga kelishmay qolyapti. Menimcha ozgina xatoli bo'lgan shekilli, multiplikatsiyalash va demultiplikatsiyalash orqali amalga oshiriladi. Ya'ni multiplikatsiyalash deganda o'sha vazifani bajarsa, ya'ni D qo'shiladigan bo'lsa, xuddi shu narsani teskarisini amalga oshirish nazarda tutiladi ko'pincha. Ya'ni multiplexlash bir nechta alohida oqimlarni bitta kanalga birlashtirish hisoblanadi. Demultiplexlash bu umumiy oqimni asl oqimlarga ajratish va kerakli manzilga yo'naltirish hisoblanadi. Ya'ni o'sha aytganimizdek, bir-biriga
teskari bo'lgan narsalar. Misol uchun mana past o'sha rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlar mana interfeys 1 bilan interfeys 2 ga ajratilib qarab ketilyapti va ko'rayotgan bo'lsanglar interfeys 3 bilan interfeys 4 da bu ma'lumotlar kechirasizlar. Demak, interfeys 3 dan bu tushunmadim nimaga? Ha, mana demak, multipliklash bu interfeys 1 ga tegishli ekan. Demultipliklash bu 3 ga tegishli ekan. Demak, ma'lumot kelib u ajratiladi. To'g'ri. Xo'p, jarayon qanday ishlaydi? Kommutator bir nechta interfeysdan kelayotgan oqimlarni bitta tarmoq kanali orqali uzatiladi. Maqsad tugunida ushbu oqim demultiplekslash orqali ajratiladi va har bir qabul qiluvchiga yetkaziladi. Nima uchun bu usul muhim deb deyishibdi? Hop, har bir oqim uchun alohida kanal ajratish talab etilmaydi. Tarmoq samaradorligi oshadi, resurslar tejab qolinadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, kommutator va 3 va 4 interfeysdan kelgan ma'lumotlarni bitta kanal orqali uzatadi va keyinchalik shu narsani, ya'ni demultiplekslash orqali ajratib beradi. Multiplekslash va multiplekslash tarmoqni samarali ishlashini ta'minlaydi, ortiqcha yuklamalarni kamaytiradi va ma'lumotlarni tez yetkazish imkoniyatini beradi. Xo'p, kommutatsiya turlari. Birinchisi kanal kommutatsiyasi. Aloqa o'rnatish uchun tarmoq resurslari oldindan ajratiladi. Misol va telefon tarmoqlarida qo'llaniladi. Afzalliklar va kamchiliklar nimalardan iborat? Ma'lumotlar ketma-ket va ishonchli uzatiladi. Kamchiliklari kanal bandligi boshqa foydalanuvchilar uchun cheklangan hisoblanadi. Paket kommutatsiyada bo'lsa, ma'lumotlar paketlarga bo'linib, tarmoq orqali yuboriladi va internet va kompyuter tarmoqlarida ishlatiladi. Afzalliklar tarmoq resurslaridan samarali foydalanadi. Kamchiliklar paketlar turli marshrutlar bo'ylab yetkazilishi mumkin bo'lsa, kechikishlarga sabab bo'ladi. Xuddi mana o'sha rasmda bizda ko'rsatib qo'yilgandek. Xo'p, keyingisi elementar kanal. Bu kanallar kommutatsiyasi asosida ishlaydigan ma'lumotlarni eng kichik ma'lumot uzatishi bo'ladi. U tarmoqning o'lchov birligi sifatida ishlatiladi va har bir aloqa liniyasi o'zining elementlar kanaliga ega bo'ladi. Asosiy xususiyatlar nimadan iborat? Har bir aloqa liniyasi elementar kanal birliklariga bo'lingan. Elementar kanalning tezligi tarmoq turiga bog'liq va telefon tarmoqlarida 64 kilobit sekundgacha tezlik elementlar kanal sifatida qabul qilinadi. O'ng tomonda esa kanallar kommutatsiyasiga elementar to'g'ri kanal. Elementar kanal qanday ishlatiladi? Ya'ni ma'lumotlar elementar kanal bo'ylab uzatadi. Aloqa liniyalari bir yoki bir nechta elementar kanallardan iborat bo'lishi mumkin. Va bu joyda misol yana o'sha telefon tarmog'i to'g'risida ko'rsatilgan ekan. Ya'ni keyinchalik elementar kanalni loyihalash va qo'llash ko'rsatilgan. Ya'ni tarmoq markaziga yaqin liniyalar ko'proq elementar kanallarga ega bo'ladi, chunki ularning o'tkazish qobiliyati yuqori. Magistral liniyalarda elementar kanallar ko'proq bo'lib, ko'p tarmoq yuklamasi boshqarish imkoniyatini beradi. Trafik boshqaruvi uchun elementar kanallar optimal tarzda ajratilishi kerak. Xo'p, ovozni raqamlashtirish. Ovozni raqamlashtirish deganda bilamizki, o'sha ma'lumotni raqamli shaklga o'tkazib, uzatish kanallardan kelishi. Va bu holatda diskretlash amalga oshiriladi. Ya'ni tovush signalini vaqt bo'yicha kichik bo'laklarga bo'linadi. Ovoz chastotasi odatda 8000 GHz dan bo'lib, 125 sekunddan o'lchov amalga oshiriladi. Keyinchalik bu narsa kvantlash, ya'ni har bir signal qiymati 8 bit kod bilan ifodalanadi. Bu 256 darajali tovush amplitudasini yaratishga imkon beradi. Va keyinchalik ko'rishimiz kerak bo'lgan kodlash va uzatish, ya'ni tovush raqamli kod shaklida keltiriladi va tarmoq orqali uzatiladi. Ya'ni o'sha tovush kartasi orqali ma'lumotni tarjima qilib, keyinchalik boshqasiga uzatish nazarda tutilgan. Xo'p, ovozni raqamlashtirishning asosiy ahamiyati nimadan iborat ekan? Analog signallarni raqamli ko'rinishga uzatish shovqinni kamaytiradi va sifatini oshiradi. Telefon, VoIP va audio yozuv tizimlarida qo'llaniladi. Ma'lumotlar zichligi yuqori bo'lib, bitta kanal orqali ko'p ma'lumotlar uzatiladi.
Xo'p, kompozit kanallar. Hozir vaqtimiz tugab qoladi. Buni tugataylikda, keyinchalik 10 minutdan keyin kirib, e, yana boshqa silka tashiyman, o'sha bo'yicha davom ettiramiz. Tushunarli domla.